Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolasa uzumlarni uzumzorimiz, ya'ni Turkiyadagi uzumzorimizni xomtoki ikkinchi xomtokiga keldik. Birinchi xomtokini qildim, faqat rasmga ola olmadim. To'g'ri videoga ola olmadim. Ikkinchi xomtokka mana yetib keldik. Xudo xolasa ikkinchi xomtokimizni ham ko'rsataman hozir. Mana orqa tomonimda uzumlar ancha yetilib qoldi. Gullash jarayoniga kiryapti. Xomtokni boshlaymiz. Xomtokni shu qaychida qilsam ekan. 1 2 3 4 5 6 xil qaychi bor ekan. Yana ham bo'lishi ham mumkin ichkarida. Bilmadim. O'zbekistonda bitta qaychi edi. Mana uzumzorimizni ahvoli. Xudo xolasa mana bu uzumlar gullash jarayonida mana. Qanaqa uzumligini bilmayman, hali sortini. Xudo xolasa pishganda nasib etsa ko'rsataman. Inshaalloh. Uzumlar juda ham tanasi kattarib ketgan, ya'ni O'zbekistondagidek emas, bizniki shpalyera ham, ya'ni uni bog'lovchi moslamamiz ham O'zbekistondagidan emas. Ya'ni ularda shunday qilinar ekan. Mayli dedik. Buni tagidan kesib tashlab yoshartiraman desam, yoshartirishga bo'lmaydi bu. Chunki bu payvand qilingan. Tagidan chiqayotgani yovvoyi uzumga o'xshab chiqadi deb aytdi boshlig'imiz. To'g'ri ekan. Sinab ko'rdim. Mana bu yerda tagidan chiqqanlari bor. Bir qiziqcha, yaxshi uzum emas, ya'ni chiqqandan 20 ta 30 tadan hosili bor edi. Men olib tashladim. Bitta ikkita qoldirdim. Bitta ikkita qoldirganimda ham kech kuzga borib qalinlashtirib olamiz, erta bahor payvand qilamiz degan tushunchada qoldirdim. Lekin mana bu yerda qayerdandir payvand qilingan dedi. O'shaning uchun shunaqa ahvolda deb aytdi. Hozir buni xomtok qilish jarayoni. Endi biz O'zbekistonda 20 ta barg qoldirar edik har bitta uzum uchun. Shu qizildan foydalanaylikchi. 20 ta qoldirar edik barg. Bu yerda esa yo'q, 20 ta qoldirmaymiz ekan. Ya'ni mana shunday uchidan mana bu bo'g'inchasi bor. Bo'g'incha kelgan joyidan, mana bo'g'incha deganim mana bu. Nima deydi? Usik deydi. O'sha joydan olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu oraliqdan chiqqanlarni ham kattarsa olaveramiz, xudo xolasa. Mana bitta barg qoldirib olsak ham bo'ladi. Mana usiklar bitta, ikkita usigi bor. Mana bu yerda bitta hosili bor. Katta hosil. Ham yaxshi holatda mana. Hosilim. Mana bu esa usikni olib tashlaymiz. Mana bu yerdan kesib tashlaymiz, chikanka qilib. Buni yaxshilab joylashtirib bog'laymiz keyin. Ikkita hosil ekan. Bittasini olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Mana bu yaxshiroq, mana bu ham yaxshiroq. Ikkita hosilning bittasi demak ketadi. Hop. Shundaysiga. Mana. Katta hosil 15 santimetrlar chiqadi. Olib tashladim, mana bunisi qoldi. Uning ham demak yelkadan chiqqan hosilni olib tashlayman. Mana shuncha qolgani yetib ortadi. Xudo xolasa. Mana bunda ham juda ham katta hosil bor. Chikanka qilamiz. Hop. Tashlaymiz. Mana bunda ham ikkita hosil bor. Ko'ring. Mana
Mana bitta hosil, mana bu ikkita hosil. Ikkinchisini nima qilamiz? Olib tashlaymiz va chkanka qilib qo'yamiz. Boshlig'imiz to'g'risi mana shunday usulda qilardik dedi. Ya'ni ustini kaltartirish bilan olib chiqardik dedi. Ana ikkinchi hosilda ham olib tashladim. Bu yerda ikkita kallani bittasini olib tashlayman. Ikkinchisi qoladi. Tak. Mana bu shoxda bitta, mana bu shoxda bitta, mana bu shoxda bitta hosil bor. Lekin uning kallasi juda ham katta. Videoga olib ham ishlash noqulay bo'lyapti. Mana buni ajratamiz, bir-biriga qiyishib qo'ygan. Mana ajratib olib, buni bu yerga o'rab qo'yamiz. Deb o'rab qo'ydim va uchidan chkanka qilib qo'yamiz. Usklarni olib tashlasak juda ham yaxshi bo'lardi-ki. Tak, mana bunisi kattagina hosili bor. Buni ham yo'naltiramiz bu tomonga qarab. Videomiz bir qo'lda ishlash juda ham noqulay bo'lyapti. Shuning uchun uzr so'rayman. Aylantirib qo'ydim. Mana bu hosili mana. Tagida turibdi mana. Juda ham katta. Mana bu yerda shox tushunasiz. Mana juda ham yaqin bo'lib qolganligi uchun bittasi ketadi. Mana bu yerda ikkita, ya'ni hosil bor, bittasi ketadi. Ko'pincha men yuqoridagi hosilni olib tashlayman. Pastdagi, ya'ni tanaga yaqinroq bo'lgan hosilni qoldiraman. Ana shunday chkanka qilib qo'yamiz. Va hosilning yelka qismidagi kesib tashlayman. Mana bu past qismidagi hosilgacha bo'lgan bargni ham olib tashlasak ham bo'ladi. Hosil bor. Hosilning yelka qismidagi hosilchani olib tashlayman va chkanka qilib qo'yaman. Bo'ldi. Mana bunda ham demak hosil ikkita. Shuning uchun bittasi ketadi majbur. Chkanka qilinadi. Ketdi va hosilning yelka qismidagi ozroq qismini olib tashlayman. Hosilimiz bunday qoladi. Buni esa tomonga boshqarsak bo'ladi. Mana bu juda ham chalkan. Bu hosilga juda ham yaqin bo'lib qolgan. Mana bu yer chalkashib ketgan nimagadir. Tak. Shoxlar ko'payib ketgan yani. Shoxlar ko'payib ketgan bo'lsa, ozaytirish imkoniyatimiz bor. Hozircha shu. Mana uzumlarimiz ahvoli. Buni tartibga solib, bog'lab, boyagidek chkanka qilib, normallashtirib chiqaman. Keyingi jarayonni keyingi videoda ko'rsataman. Ko'rishguncha xayr. Turkiya, İzmir'dan salom.